Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Geografiya darsimizni boshlaymiz. Darsga tayyormisiz? Daftar va kitoblaringiz tayyor bo'lsa, yangi mavzu nomini daftaringizga yozib qo'ying. Bugungi mavzu tabiat komplekslari, ularning almashinishi va zonanligi. Yangi mavzuni o'rganishdan avval oldingi darsimizni qanday o'zlashtirganingizni aniqlab olsak, avvalgi darsimizda atmosfera, yerning iqlim mintaqalari mavzusi bilan tanishgan edingiz. Xo'sh, berilgan harflar o'rniga atmosferaning qaysi qatlamlari joylashganligini aniqlang. Demak, A, B, S, D harflar ostida atmosferaning qaysi qatlamlari bor? Endi javobingizni tekshirib ko'ring. Albatta, eng quyida atmosferaning quyi qatlami troposfera, undan so'ng stratosfera, mezosfera va termosfera qatlamlari kelishini yaxshi o'rganib oldingiz degan umiddaman. Havo harorati va havo bosimi yuqoriga ko'tarilganda qanday o'zgaradi? Tog'larga ko'tarilganda havo harorati va bosimini qanday o'zgarishini avvalgi darsda o'rganib olgan edingiz. Javobingizni tekshirib ko'ring. Havo harorati har 1000 metr balandlikka ko'tarilganda 6 darajaga pasayishini, havo bosimi esa 100 millimetr simob ustuniga pasayishini o'rgangan edingiz. Yerning iqlim mintaqalari yodingizdami? Asosiy iqlim mintaqalariga qaysi iqlim mintaqalari kiradi va oraliq iqlim mintaqalarigachi? Albatta, ekvatorial, shimoliy va janubiy tropik, shimoliy va janubiy mo'tadil hamda qutbiy Arktika va Antarktika iqlim mintaqalari bular asosiy iqlim mintaqalari. Oraliq iqlim mintaqalari esa shimoliy va janubiy subekvatorial, shimoliy va janubiy subtropik hamda subarktika va subantarktika iqlim mintaqalari. Bu iqlim mintaqalarini siz dunyoning iqlim mintaqalari xaritasiga, yozuvsiz xaritaga ishlagan bo'lishingiz kerak. Shunda ularning nomi yodingizda yaxshiroq qoladi. Ana endi bugungi mavzuyimizda biz tabiat komponentlari, tabiat komplekslari, tabiat zonalari, tog'lardagi tabiat komplekslari hamda antropogen komplekslar haqida suhbatlashamiz. Inson tabiatning bir bo'lagi. Tabiat insonni quyosh nuri, shamollar, tuproq, suv, havo, o'simlik va hayvonot olami bilan siylaydi. Inson tabiatda yashab, tabiatning barcha noz-ne'matlaridan foydalanadi. Tabiatdagi bu barcha noz-ne'matlar bir butunlikni tashkil etadi. Yer osti va yer usti suvlari, iqlim, o'simlik, hayvonot olami, relyef, tog' jinslari bular tabiatning komponentlaridir, ya'ni tabiatning bir qismlaridir. Inson tanasini bir butun desak, tana a'zolari uning komponentlari bo'lgani kabi, tabiat ham bir butun va bular tabiatni tashkil etuvchi komponentlardir. Tabiat komponentlarining o'zaro uzviy aloqasi va bir-biriga ta'siri natijasida vujudga kelgan va o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan hududlar tabiat komplekslari deb ataladi. Tabiat komplekslari quruqlikda egallagan maydoniga ko'ra turli xil bo'lishi mumkin. Eng katta tabiat kompleksi bu geografik qobiqdir, chunki unga litosfera, gidrosfera, atmosfera va biosfera qobiqlari kirishini avvalgi darsimizda o'rgangan edingiz. Materiklar va okeanlar ham yirik tabiat komplekslari hisoblanadi. Har bir materik boshqa materikdan o'ziga xos tabiati bilan ajralib turadi. O'z navbatida materiklar yana kichikroq tabiat komplekslariga, ya'ni o'lkalar, kichik o'lkalar, tabiiy geografik rayonlar va
tabiat zonalariga bo'linadi. Tabiat zonalari o'ziga xos iqlimi, tuproq qoplami, o'simlik va hayvonot olamiga ega quruqlikning yirik tabiat komplekslaridir. Tabiat zonalari aynan shu xususiyatlari bilan boshqa tabiat zonalaridan farq qiladi. Tabiat zonalarining almashinishiga albatta iqlimiy omillar sabab bo'ladi. Tabiat zonalarining nomlari ko'pincha o'simlik qoplami bilan bog'liq. Masalan, tayga so'zi o'rmon degan ma'noni anglatadi va olimlar muayyan tabiiy zonadagi ignabargli o'rmonlarnigina tayga deb atashadi. Keng bargli o'rmonlarda esa qishda barg tashlaydigan keng yaproqli daraxtlar, buk, dub, zarang, jo'ka va boshqa bir qancha keng bargli daraxtlardan iborat. Keng bargli o'rmonlar deyarli butunlay shimoliy yarimsharning mo'tadil iqlim mintaqasida tarqalgan. Aralash o'rmonlar zonasida ham o'z nomidan aytib turibdi. Unda keng bargli va igna bargli daraxtlar aralash holda o'sadi. Har bir iqlim mintaqasining o'ziga xos tabiat zonalari tarkib topgan. Masalan, siz o'quv atlasingizdagi dunyoning tabiat zonalari xaritasini oching va 70-daraja sharqiy uzunlik meridianini toping. Unda siz shimoldan janubga ignabargli o'rmonlar, ya'ni tayga zonasi, undan janubda aralash o'rmonlar, keng bargli o'rmonlar, o'rmon dasht, chala cho'l hamda cho'l tabiat zonalari almashinishini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bunga sabab quyosh nurining tushishi va shu hududlarning turli kengliklarda joylashganligidir. Mana bu rasmlarda siz shimoldan janubga tabiat zonalarini almashinishini ko'rishingiz mumkin. Demak, avval tundra tabiat zonasi, so'ng o'rmon tundra, keyin tayga tabiat zonalari keladi. Rasmda aks etgandek, tundra zonasida o'simlik qoplami kam, chunki u ancha shimolda joylashgan, havo harorati sovuqroq. O'rmon tundra zonasida endi daraxtlar ko'payganligini ko'rib turibsiz. Tayga zonasi esa ignabargli daraxtlarga boy tabiat zonasi hisoblanadi. Siz ko'rib turgan cho'l tabiat zonasida haroratning issiqligi, yog'ingarchilik kamligi tufayli shu ko'rinishga ega. Dashtda hamda savannalarda yog'in miqdorining ko'pligi o't o'simliklarining ko'p o'sishiga yordam beradi. Tabiat komplekslarining almashinishi kenglik zonalligiga bo'ysunadi. Tabiat zonalari ekvatordan har ikkala tomonga qutblar tomon qonuniy ravishda almashinib boradi. Bunda birinchi navbatda iqlimiy sharoit sababdir. Mana bu rasmda siz ekvatordan shimoliy qutb yoki janubiy qutbga tomon tabiat zonalarining almashinishini ko'rib turibsiz. Eng shimolda Arktika sahrolari zonasi, tundra, tayga, keng bargli o'rmon, aralash o'rmon, o'rmon dasht, cho'l, chala cho'l, savannalar, fasli nam o'rmonlar hamda ekvator yaqinida nam ekvatorial o'rmonlar borligini tabiat zonalari xaritasidan o'rganib olishingiz mumkin. Tabiat zonalari okean bo'ylaridan quruqlik ichkarisiga tomon namgarchilik kamayishi sari ham almashinib boradi. Shuning uchun ham cho'l tabiat zonasi mo'tadil, subtropik va tropik iqlim mintaqalarining o'rta qismlarida uchraydi. Afrika materigining tabiat zonalari misolida ekvatordan shimolga va janubga tomon tabiat zonalarining bir xil almashinib borishini ko'rishingiz mumkin. Lekin albatta, tabiat zonalarining joylashishiga bu hududning dengiz okeanlariga yaqinligi ham ahamiyat kasb etadi. Tog'larda ham yuqoriga ko'tarilgan sari tabiat komplekslari almashinib boradi. Tog'larda balandlikka tomon tabiat komplekslarining almashinib borishi
balandlik mintaqalanishi deb nomlanadi. Tog'lardagi tabiat komplekslarining, ya'ni balandlik mintaqalarining ko'p yoki kamligi tog'larning geografik o'rniga, tog'ning balandligiga, shamollarning yo'nalishiga hamda okeanlardan uzoq yoki yaqinligiga ham bog'liq. Siz ko'rib turgan Himalay va Alp tog'laridagi tabiat zonalarining, tabiat komplekslarining almashinishini ko'rib turibsiz. Qancha tog' baland bo'lsa, shuncha tabiat zonalari soni ko'proq bo'ladi. O'zbekistondagi tog'li hududlarimizda balandlik mintaqalanishini, almashinishini ko'rib turibsiz. Tog' agar ekvatorga qanchalik yaqin va baland bo'lsa, unda tabiat komplekslari shuncha ko'p bo'ladi va almashinib keladi. Okeanlar ostida ham tabiat komplekslari almashinadi. Okeanlarda tabiat komplekslari suvning harorati, sho'rligi, oqimlarning iliq yoki sovuqligiga bog'liq. Dunyo okeanida 11 ta tabiat mintaqasi ajratilgan. Ular bitta ekvatorial, ikkitadan qutbiy, qutb yoni, mo'tadil, subtropik va tropik mintaqalardir. Ular kenglik bo'ylab almashinib boradi. Insonning xo'jalik faoliyati natijasida o'zgartirilgan tabiat komplekslari antropogen tabiat komplekslar yoki antropogen landshaftlar deb nomlanadi. Siz bilasizki, Yer sharida antropogen tabiat komplekslari juda ko'p. Mana bu rasmlarda O'zbekistondagi inson tomonidan o'zgartirilgan antropogen tabiat komplekslarini ko'rib turibsiz. Demak, aziz bolajonlar, bugungi darsimizda siz tabiat komplekslari, tabiat zonalarining kenglik bo'ylab va balandlik bo'ylab almashinishi bilan tanishdingiz. Mavzuni qanday tushunganingizni quyidagi topshiriqni bajarishingiz orqali bilib olishingiz mumkin. Sizga 4 ta harf ostida 4 xil manzaradagi rasm berilgan. Bu rasmlarda qanday tabiat kompleksi, qanday tabiat zonalari tasvirlanganligini topishingiz kerak. Demak, A harfi ostida antropogen tabiat kompleksi tasvirlangan. B harfi ostida esa savannalar berilgan edi. S harfini qiynalmasdan cho'l tasvirlanganligini topdingiz deb o'ylayman. Va D harfida esa tayga manzarasi tasvirlangan. Endi aziz bolajonlar, mustaqil bajarish uchun topshiriqni yozib oling. Darslikning 27-28 sahifalardagi 11-mavzuni o'qib chiqing va 29-sahifadagi savollarga javob yozing. Va albatta, o'quv atlasidan foydalanib, yozuvsiz xaritaga tabiat zonalari xaritasini tushiring. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.